Kelganmiz Saidjon uyiga osh kutyapmiz. Andijonda ko'p bo'lganmiz, andijoncha oshlarni ko'rdik. Farg'onada Namangandamiz, o'zi Namanganda ko'p. Qo'qonda ham o'zini oshi bor. Chus oshlarni ko'rdik. Chus oshlari. Ana shuni. Yana osh ham kelyapti. Qo'qon oshi. Oshni nomi ham bir zumda, Oshi ham bir zumda. oshi ham bir zumda. Oshimda. Joyi ham bir zumda. Joyi ham bir zumda. Ama bir zumda yeb qo'yish yo'q. Ana shunday. Joningiz sog' bo'lsin. Bu savol bor. Bu lagan rishton lagani. Mana bu osh. Tovoq deymizda. Rishton lagani, tovoq. O'zbekistonda kulolchilik bo'yicha rishton birinchi o'rinda turadi. Rishton lagani. Gap yo'q. Bir zumda palov, chog'lanib Yana bir narsaga hayron qoldimki, shu Qo'qonga kelishim bilan albatta Qo'qon shamoli bo'lar ekanda. Mana shu Qo'qon shamoli odamni ishtahasini qitirlab va toza havo berib, ana qolmasa kerak deb o'ylayman. Endi Kerakli hammasi behidan tortib, limondan tortib, kavartoylarni qarang. Voy. endi Postumba qani hali. Kavartog'da ipga termasdan mana bunaqa qilsa ham bo'lar ekan. cho'pga tersa ham bo'lar ekan. Cho'pga tersam bo'lar ekan. Oh, Ash tepasiga qo'yar. Andijonda Sharxonda faqat postumbalik qilsa. Voy. Endi buni faqat tomosha qiling ekanda. Buzib qo'ymang, tuna turaversinmikan. Agar mana shuni hozir 5 minut maqtasak soviydi. Shuning bu oshda bir uramiz endi. Endi Mana shunday keyin oshimiz edi. Bu oshga mana ertaga uramiz. Yoshim. Ustoz Hojiboy Toshboyev, sog' bo'linglar, sizlarga ham nasib qilsin shunaqangi tovoqlar. yashaylar. Qani Oshlarni ham nima qilib Qandoqlar deydi. Bismillahirrohmanirrohim.